1920-yil 28-avgustda Meliqumov boshchiligidagi Qizil armiya qismlari Taxti-Qorachi dovonida Buxoro amirligi sarbozlariga hujum qiladi. Amir Said Olimxon bosqin xavfini oldindan sezib, mudofaani kuchaytirgan. Yakkabog'dan ham yordamga sarbozlar yuborilgan edi. Biroq ular asosan qilich va to'qmor bilan qurollangan bo'lib, zamonaviy qurolli Qizil qo'shiniga bardosh bera olmaydi. Natijada Kitob, Shahrisabz va Yakkabog' bosib olinadi. Bekliklar tugatilib, o'rniga inqilobiy qo'mitalar, revkomlar tashkil etiladi. Yangi hokimiyat mahalliy militsiya tuzadi. Mulla Nasrullo, Mavlon, Sattor, Kaltaqo'l qishlog'idan, Hakim G'afur, Cho'chaqay qishlog'idan, Ashurkur Boymurod, Yakkabog' qishlog'idan, Ro'zi Turon, Xonnazar, Beshog'il qishlog'idan kabi kishilar militsiya ishiga o'tadilar. Amirlik davrida sarboz bo'lgan Jabbor ismli yigitni ham militsiyaga jalb qilmoqchi bo'lishadi. Aslida esa uni hibsga olishga maqsad qilingan edi. Jabbor qatl etilishdan bir oz oldin qamoqdan qochib qutuladi. Biroq uning xotini va ukasi qamoqqa olinadi. 1920-yil sentyabrda Boysunda kuch to'plagan Amir Said Olimxon mahalliy hokimiyatlarga qo'zg'olon ko'tarishni buyuradi. Qo'ldan chiqqan beklikni qaytarib olishni maqsad qilgan qurolli qo'zg'olonni tashkil etishda Guldara qishlog'idan Mulla Muhammadi, Zarmaslik Mahmarayim oqsoqol, Boboshodlik Do'st oqsoqollar jonbozlik ko'rsatadi. Shu tariqa 15-dekabrda Yakkabog'da ming-minglab qishloq aholisi, asosan Kaltak, Panshaha va Ketmon bilan qurollangan 2-3 minglik olomon Qizil armiya garnizoni joylashgan qal'aga hujum qiladi. Biroq son jihatdan kam bo'lsa-da, pulemyotlarga ega bo'lgan qizil askarlar qo'zg'olonchilarni shafqatsizlarcha qirib tashlaydi. Bu voqea xalq orasida Qora Kaltak voqeasi nomi bilan mashhur bo'lib qoladi. O'shanda o'lgan odamlar va otlarning issiq qonidan qala yaqinidan o'tgan Qo'shtigirmon arig'ining muzi erib ketgan ekan. 3 kun davom etgan qonli qarshilikdan so'ng qo'zg'olon bostiriladi. Jabborning xotini va ukasi ham shu kurashda halok bo'ladi. Qo'zg'olondan keyin sovetlar qishloqlarda ommaviy tintuv va qatag'on o'tkazadi. Hatto gumon ostidagi begunoh kishilar ham otib tashlanadi. Jumladan Toshqo'rg'on qishlog'idan 14 kishi. Shundan so'ng kurash yangi bosqichga o'tib, endi Jabborbek nomi bilan bog'liq milliy ozodlik harakatiga aylanadi. Unga Bozorbek, Karimbek, Mavlonbek, Rahmonbek, Xolmamat Yuzboshi kabi vatanparvar qo'rboshilar qo'shiladi. Tarixchilar ta'kidlashicha, bu chinakam milliy ozodlik harakati bo'lib, Yakkabog'da u 1927-yilgacha davom etgan. Mavlonbek Kaltaqo'l qishlog'ida tug'ilgan. Shu yerda voyaga yetgan. 1920-yilning dekabrida Yakkabog'da revkom tuzilgandan so'ng Mavlonbek militsiyaga ishga kiradi. Militsiyada ishlayotgan hamqishlog'i Mulla Nasrullo Mavlonbekni bu ishga tortgan edi. Mavlonbek qizillarga xayrixoh bo'lib, ishonib chin ko'ngildan xizmat qila boshlaydi. Ammo Kaltaqo'l qishlog'ilik bir keksa ayol bosmachilarga ovqat bergan deb gumon qilinib, qizillar tomonidan nohaq otib tashlanadi. Bu voqeadan so'ng Mavlonbekda qizillarga nisbatan nafrat uyg'onadi. Mavlonbek militsiyadan ishdan ketib, hamqishloq yigitlardan yig'ib, sovet hokimiyatiga qarshi harakatga qo'shiladi. 1927-yili Jabborbek qo'rboshi xoinlar tarafidan o'ldirilgandan so'ng, uning bir qism yigitlari Mavlonbekka qo'shiladi. Ular 80 kishi bo'lib, Toshqo'rg'onda o'rnashadilar. Bu paytda uning yonida Ashur komandir, Xolmamat Yuzboshi kabi sardorlar ham bor edi. Mavlonbek yigitlari Toshqo'rg'onda 1927-yil o'rtalarigacha turib, qizillarga qarshi janglar olib boradi. O'sha kunlar Kaltaqo'ldan 3 kishi Toshqo'rg'onga borib, Mavlonbekning yangi hukumatga taslim bo'lishini o'tinib so'raydilar. Chunki qizillar Kaltaqo'ldan bir necha kishini, ular jumlasidan qarindosh urug'larini garovga olib, Mavlonbekning taslim bo'lishini talab qilib, qamoqqa tiqqan edilar. So'rab surishtiruv va qator rasmiyatchiliklardan keyin Mavlonbekni militsiyaga ishga kirishga ko'ndirishga urinadilar. Ammo qo'rboshi bunga rozi bo'lmaydi.
dehqonchilik bilan shug'ullanish niyatida ekanini aytib o'tadi. Unga Kaltaqo'l qishlog'idan yer ajratib berishadi. Hozircha o'sha yerlar Mavlonbekning yeri deyiladi. Biroz muhlat o'tgach, Mavlonbek Samoq qishlog'iga amin etib tayinlanadi. Shu yerda uylanadi. 1929-yil may oyida Mavlonbek Zarmas qishlog'iga Mahmashukurboynikiga mehmondorchilikka aytiladi. Bu mehmondorchilik Mavlonbek va bir necha kishini qo'lga olish va qamash uchun sovetlar tomonidan qo'yilgan tuzoq edi. Zarmasda Mavlonbek, Mahmashukurboy, Mahrajabboy uchov ayni mehmondorchilik qilib o'tirganda milisa xodimlari yana bosqinchilar birlashibdi degan da'vo bilan ularni qo'lga olishadi. O'sha yili bu 3 vatanparvar bosmachilik qilishda ayblanib, Qarshi turmasiga qamab qo'yiladi va BSB tomonidan otib yuboriladi. Mavlonbek Qo'rg'och taslim bo'lgandan so'ng uning guruhidagi Boboyor, Amin, Qulubiy kabi sardorlar Toshqo'rg'ondan qochib devonga boradilar. Shu yerlik bir cho'pon bu haqda shuro idoralariga xabar beradi. Ular ham qo'lga olinadi. Bu sardorlar Shahrisabzga olib kelinib, Oqsaroy devori tagiga ohak eritmasiga tashlanib, vahshiyona qiynab, kuydirib yuboriladi. Ushbu ovoz Gulnoza Ravshanova maqolasidan yozib olindi.